7. Pora. Ular payg'ambarga nazil qilingan Qur'onni anglagan chaqlarda haqiqatni to'niganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh quyilganligini ko'rsan. Ular aytidi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni payg'ambaringni, kitobingni e'tirof qilguvchilar qatorida qilgin. Biz nimishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli, halbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishni umid qilamiz. Bu so'zlari uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar, bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir. Ey mu'minlar, Allah sizlarga halol qilgan pak narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzidan o'zinglarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, pak narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah sizlarni sahvallik bilan qilgan qasminglar uchun javobgarlikka tortmaydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasminglar uchun javobgarlikka tortadi. Munda qasminglarni buzsanglar, uning kaffarati aylanglarga beradigan o'rta darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badinni yipib turadigan bir qo'r kiyim berishdir. Yoki bir qo'l yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu ana shu ichgan qasminglarni buzganliklarning kaffaratidir. Qasminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelsa kelmas qasam ichmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey mu'minlar, haroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi. Paskina qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton haroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi, sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar amdi haroqdan, qimordan yonmamsizlar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliğ qilishdir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonida va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilinmagan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilinmagan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi. Ey mu'minlar, ko'rmay turib Allohdan qo'rqadiganlarni bilish uchun qo'linglar va nayzanglar bilan ovlinadigan bir oz ov bilan Alloh sizlarni cho'qim sinaydi. Kimki buningdan keyin haddidan oshsa, ya'ni ihromda turib ov ulsa, u qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimki uni qasddan o'ltiradigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ikki odil kishining baholishi bo'yicha
hilqi o'ltirilgan o'g'a o'xshash öy hayvonlardan birini Kabe'ga ilib berib qurbonlik qilishdir. Yoki kafarat berish yuzidan miskinlarga osh berishdir. Yoki har miskinga beradigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ehromda turib o'ltirgan bo'lsanglar, buni Alloh afu qildi. Kimki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan o'ltirsa, Alloh uni jazolaydi. Alloh g'olibdir, osiylik qilg'uvchilarni jazolag'uchidir. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemakliklar halol qilindi. Madamiki sizlar ehromda yoki haramda ekansizlar, quruqliq hayvonlarni ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Allah Beytul Haram bo'lgan Kabe'ni, haj iyini, hajda qilinadigan qurbanliqning alomati sifatida bo'yinlarga belga isilgan tugilarni, insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqusi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayni bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. Itoat qilguvchilarga Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yushirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turadi. Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi tinchig'uchi seni ajablantirsa-mu, harom bilan halol barobar emas. Ey aql egalari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni beorom qilib qo'ydigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'rmanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chaqda ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildirildi. O'tganda so'rganlaringlarni Alloh afu qildi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilg'uvchilarni jazolashga aldirab ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shundoq masallarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kafir bo'lib ketdi. Bahira 8ni tuqqan, 5-sini erkak tuqqan tuga bo'lib, jahiliyat arablari bu tugining quliqini yirib qo'yib, o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yuk artmaydi. Saiba kishidan 10ni tuqqan tuga bo'lib minilmaydi, qirqilmaydi. Suti musofirlarga beriladi. Vasila 1-chini va 2-chini kishi tuqqan. Bunlar uchun o'z mayliga qo'yib etilgan tuga. Ham 10 tugiga ata bo'lgan bug'ra tuga bo'lib, ular uni minmay, yemak ichmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Ularga Alloh yuqorqida qilishni buyurgani yo'q. Lekin kafirlar Allohga yolg'onni chaplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Ularga Alloh nozil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ular ata-buvlarimizning dini bizga kifoya deydi. Ularning ata-buvlari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursimu, yanada ularning diniga amal qilamdi. Ey mu'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachoniki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi.
Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Allah qilgan amalinglarni sizlarga aytib berdi. Ey mu'minlar, aranglardan bir kim o'ladigan chig'ida vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ichinglardan ikki adil kishi guvoh bo'lsin. Yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan ikki kishi tepilmasa, g'ayri dindagilardan ikki kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelganda, sizlar bu ikki guvohning rostchilligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni ilib qilinglar. Ular biz foydasiga qasam qiladigan kishilarimiz, bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdimi qasmimizni hech narsaga sotmaymiz. Xudolik uchun bo'lgan guvohlikni yushirmaymiz. Agar uni yushirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz, deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Agar u ikki guvohchining yolg'on guvohlik berganlik yoki mirosga xiyonat qilganlik gunohi bilinsa, ularning o'rniga miros ilishga eng haqli bo'lgan varislardan ikki kishi guvoh bo'lib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidanmi to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik, bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz, deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik qiladigan qilishga qilgan qasmini rad qilishdan, ya'ni ulardan keyin boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishga eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar, Allohning amrini anglanglar. Allah fasiq qavmni hidoyat qilmaydi. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz, sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilasan deydi. O'z vaqtida Allah aytdi: Ey Maryam o'g'li Isa, sana va sening onangga bergan ne'matimni eslagin. Ayni zamanda sana Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan madad berdim. Kichikingda, beshikda va payg'ambar bo'lgan o'ttira yosh vaqtingda kishilarga so'zlaytding. Ayni zamanda sana kitobni, hikmatni, Tavratni va Injilni o'rgatdim. Ayni zamanda mening iznim bilan laydin qushning shaklida bir narsa yasaytding da uni pulsang iznim bilan uchadigan qush bo'ladi. Mening iznim bilan tug'ma ko'rni, baras kesilni saqaytatding. Ayni zamanda mening iznim bilan o'liklarni tirildirib qabrlardan chiqaratding. Ayni zamanda Bani İsrailni sana cheqilishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizlar bilan kelgan chig'ingda ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. Ayni zamanda men havarilarga menga va mening payg'ambarimga iymon etinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon etdik, guvoh bo'lgunki biz amringga bo'ysunguchilarmiz dedi. O'z vaqtida havarilar: Ey Maryam o'g'li Isa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi dedi. Isa: agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni berishda Allohdan qo'rqinglar dedi. Ular: biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zingning rostligini bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz dedi. Maryam o'g'li Isa: ey Parvardigorimiz Alloh, bizga ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarligingni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin, sen rizq berguvchilarning yaxshisisan dedi.
Allah İsa'nın duasını icabət qılıb, uni mən sizlərə çoxum asmandan düşürmən, sizlərdən kimki şunundan keyin kafir bolsa, uni şundaq bir azab bilan azablayman ki, əhli cahandan heç kişini mundaq azablamayman dedi. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey Məryəm oğlu İsa, sen kişilərə Allah'ni qoyub mən bilan anamni ikki ilah qılıbılыңlar dedingmi?" İsa aytdi: "Rabbim, şəninge layıq əməs nərslərdən seni pak deb etiqad qılıman ki, mağa aytishqa tegishlik bolmagan sözlərni mən aytmayman. Əgər mən bu sözni aytqan bolsam, uni sen çoxum bilisən. Yani mening undaq demaganlikim sana ma'lumduq. Sen mening zotimdikini bilisan, mən sening zotingdikini bilmayman. Sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilisan. Mən ularga faqat sen meni aytishqa buyurgan sözni, yani mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Mən ularning arasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabz ruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xohlaganingcha tasarruf qilsan. Sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Agar ularga, yani ularning ichidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidirsan. Allah aytdi: "Bu kun, yani qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ular Allohdan mamnun bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butun mavjudotning podshohligi Allohga mansubdir. Allah her narsaga qodirdir." 6. Sura An'am. Mekkada nazil bo'lgan 165 oyat. Nahayati shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Andın, yani mushundaq dalillarni ko'rib turib, kafirlar Parvardigoriga boshqalarni sherik keltirdi. Allah sizlarni, yani sizlarning otanglar Adamni laydan yaratdi. Andın ajlinglarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Andın sizlar, ey kuffarlar, o'lgandan keyin tirilishga shak keltirsizlar. Osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik Allah ana shudur. U sizlarning yushurun va oshkora ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turdi. Ular Parvardigorining oyatlaridan biror oyat kelsa, uningdan bosh tortdi. Ularga Allah tarafidan haq kitob, yani Qur'on kelibdi, ular uningga chin tutmadi. Uzoqqa qolmay ularga o'zlari masxara qilgan narsaning xabarlari keldi. Yani ularga azob nazil bo'lib, o'zlari masxara qilgan narsaning xabari aniq bo'ldi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular ko'rmadimi? Yani uningdan ibrat olmadimi? Ularni zaminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mo'l yomg'irlar yog'dirib bergan edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ey Muhammad, biz sana ular talab qilgandek
qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan, kofirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular shaksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arzi eng ro'shan dalil kelgandimi iymon etmaslikdir. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nimishqa bir farishta tushmadi deydi. Agar uningga biror farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugagan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni yana shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson ammo farishta emas deydi. Sendan ilgari o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxara qilindi. Masxara qilguvchilar masxara qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Ey Muhammad, bu masxara qilguvchilarga aytqinki, ziminda sayr qilinglar. Andın payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. Ey Muhammad, aytqinki, osmonlardagi, zimindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqinki, Allohning. Allah ihson qilish yuzidan bandalarga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'adi. Kufrni ixtiyor qilishi bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Kecha va kunduzda jim turgan yoki harakatlanib turgan shaylarning hammasi Allohning mulkidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bar qilg'uchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdi. Allah rizq berdi. O'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammad, aytqinki, men bu ummat ichida Xudoning amriga bo'ysunguchilarning avvali bo'lishga buyurildim. Menga deyildiki, sen hargiz mushriklardan bo'lmagan. Ularga yana aytqinki, agar men Robbimga osiylik qilsam, ya'ni Parvardigorimdan g'ayriga ibodat qilsam, buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. Mushu kunda kimki azobdan qutuldikan, Allah uningga rahmat qilgan bo'ladi. Ana shu ro'shan nijot topganlikdir. Agar Allah sana biror kulfat yetkazsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Agar Allah sana biror yaxshilik yetkazsa, u chaqda uningga hech kim aralasholmaydi. Chunki Allah har narsaga qodirdir. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarni tizginlab turg'uchidir. U hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammadan xabardordir. Ey Muhammad, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng chong guvoh? Aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyadir. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Allah bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men mundaq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar sherik keltirgan butlardan men haqiqatan ada judaman. Biz kitob bergan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralar uni, ya'ni Muhammad alayhissalomni Tavrat va Injildagi sifati bo'yicha xuddi o'zlarining o'g'illarini tunigandek tuniydi. O'zlariga o'zlari ziyon solganlar aniq faktlar tursimu Muhammad alayhissalomga iymon etmaydi.
Allah'a yalğan çaplagan yoki Allah'ның ayetlerini inkar qilganlardanmı zalim adamlar bormi? Zalimlar haqiqatan maqsadiga erisholmaydi. Qiyomat kuni ularning hammasini hisob elish uchun yig'imiz. Allah'ның sheriklari deb e'tiqod qilgan ma'budlaringlar qayerda deymiz. Andın ular faqat uzra aytib, dunyodagi chag'lardikiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilmizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganligiga qaragan. Ularning Allohning sheriklari deb bo'hton chaplagan butlari ulardan qochidi. Ey Muhammad, ularning ichida Qur'on o'qigan chog'ingda sana quloq soldiganlar bor. Qur'onni tushunmasliklari uchun ularning dillarini pardildik, quloqlarini ig'ir qildik. Ular hamma mo'jizlarni ko'rgan taqdirdimi uningga iymon etmaydi. Hatto kofirlar sening yoningga munozirlashib kelgandimi bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga ergishishdan to'sidi. O'zlari uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holini ko'rasan. Ular kashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yushirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq arzu qilishdi. Ularga oshkora bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi man'iy qilmagan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdik degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotliq faqat mushu dunyodagi hayotimizdir, o'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. Agar ularni Parvardigorning oldida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rasan. Alloh ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki rost ekan deydi. Alloh kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar deydi. Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular u dunyodagi beparvorligimizdan nadomat deydi. Gunohlarni ustlariga yuklab oladi. Ularning gunohlarni yukligini nima degan yomon. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qildiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamizlar. Ularning so'zi seni qayg'uga soldiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi, lekin ular tarsoqlikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmo inkor qilindi. Ular inkor qilmaganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxiri ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Shubhisizki payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad, ularning islomdan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shota tepib bir mo'jiza keltirasang, keltirgin. Agar Alloh xohlasa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmag'in. So'zingga haqiqiy quloq soldiganlar sening da'vatingni qabul qildi. So'zingga quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida.
Ölüklerini Allah tirildirdi. Andın ular Allah'ның dərgayıga qaytırılıdı. Ular, yani Mekke kuffarları, nimishqa Muhammed'ge Perverdigar'dan bir möcüze düşürülmedi, deydi. Eytqinki, Allah möcüze düşürüşke hakikaten qadir. Lekin ularning to'lisi möcüze nazil bo'lib, iman etmasa, balaga duchar bo'ldiganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Allah tarafidan yaratilgan maxluqlardir. Lavhul Mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq bitdik. Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'ildi. Allah ularning orasida hukm chiqardi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar gaslardir. Ya'ni qabul qilish yuzidan anglamaydi. Gachilardir. Ya'ni haqiqatni so'zlamaydi. Ular kufrning qorong'uligi ichida qolganlardir. Allah xalqan odamni ozdirdi. Xalqan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilsizlar. Agar Allah xohlasa, sizlar Allohning ko'tarib yetishini iltijo qilgan balani Allah ko'tarib yetadi. Sizlar Allohning sheriklari qilib olgan butlarni unutaysizlar. Ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. Shek shubhisizki, sendan ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib, yilinsin deb namratlik va og'riq siloq bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nimishqa yilinmadi. Lekin ularning dillari qasovatlashdi. Imonga yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ichivatdiq. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xuram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltizi quritildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamdu sana payg'ambarlariga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Agar Allah sizlarning qulqinglarni gaz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dillaringlarni pechatlasa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltiralaydi? Qarg'inki, biz qudratimizni ko'rsatib berdigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz. Ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi. Ya'ni iymon etmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchu. Agar sizlarga Allohning azobi ushtumtut yoki oshkora kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilindi? Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdimiz. Iymon etgan va amallarni tuzgan kishilarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, sendan odatdan tashqari ishlarni talab qilguvchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. Men g'ayibni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman.
Mən faqat mağa qılınğan vəhiyigila əməl qılman. Aytqinki, kor adam bilan ko'zi saq adam barobarmi? Ya'ni kafir bilan mu'min barobarmi? O'ylab baqmamsizlar. Parvardigorning dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufrdan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgin. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qilguvchi yo'qdir. Allahның razılıqını deb etdigəndə axşamda Pərverdigarğa ibadat qıldığanlarını yeningdən qoğulub etməyin. Onlarның hesabıdan sana heç нәрсә yüklənməydi. Yəni onlarның qılmışları üçün sən javobgarlıqqa tartılmaysan. Senin hesabыңdanmı onlarga heç нәрсә yüklənməydi. Onlarını qoğulub etsən zalimlardan bulub qalsan. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'am qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundaq sinadik. Ya'ni fiqir, aciz kishilarni iymon etqizish bilan boy, cho'ng kishilarni sinadik. Allah shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilguvchilarni Allah hidayet qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yiningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin, Parvardigoringlar bandalarga rahmat qilishni ihson qilish yuzidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, Alloh albatta uningga mag'firat qildi va rahim qildi degan. Bu surada müşriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkora bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad, müşriklarga aytqinki, sizlar Allohni qayirib qo'yib, ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan man'i qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishinglarga ergashmayman. Bo'lmasa men azg'an bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga ham vahiyga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening ig'dorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hukm qiladi. Allah hukm qilguvchilarning yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsaydi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan aram tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'lardim. Allah zalimlarni obdan biladi. G'ayibning xazinlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqliqdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birasimi yo'q. Mayli qarang'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozilibdir. Allah sizlarni kechasi uxlatadi. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turadi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otadi. Ondan Allohning dargohiga qaytsizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Allah sizlarga aytib beradi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarini tizginlab turg'uchidir. U sizlarga saqlovchi farishtalarni, ya'ni qilgan aytganni xotirlab turadigan farishtalarni avatadi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabz ruh qildi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi.
Andın ular, yani bendiler haq hüküm qılğıcı, igisi Allah'ның dərgayığa qaytırıldı. Qiyamet günü hüküm qilish yalğuz Allah'la xasdır. Allah ən tez hesab alğucudur. Ey Muhammed, bu kuffarlarga aytqinki, quruqluqning va dengizning qarang'uliqlari, yani baloyi ofatlaridan sizlarni kim qutqizudu? Bu qarang'uliqlarni ko'rgan chig'inglarda, agar Allah bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz, deb Allohga oshkora va yushirin iltijo qilasizlar. Aytqinki, yolg'iz Allah sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizadi. Andın sizlar buni tunug'uninglardan keyin iymon etmay Allohga sherik keltirsizlar. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga Ashabul Filga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'inlar ostidan Fir'avn va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, yani urushqa silib, biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushansin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qildiganligimizga qarag'in. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degin. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keladigan vaqti bor. Uzoqqa qolmay bilisizlar. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxara qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan billa o'ltirmagan. Ular bilan billa o'ltirmaslikni shayton sana unutildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin zolim qavm bilan billa o'ltirmagan. Taqvodorlarga Qur'onni masxara qilguvchi kafirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga vaz nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxara qilishdan saqlanishlari mumkin. Dinni o'yin kulka qilib olgan dunyo tirikchiligiga aldanganlarni tarik et. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishdan saqlanishi uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qiluvchi bo'lmaydi. U har qanday fidya bersimu qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ldiganlardir. Ular kufri tufaylidan uchaylarni o'rtib etadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharobga va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib, bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga ibodat qilamdik. Bizni Alloh hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdik, ya'ni murtad bo'lamdik. Mubodo biz shunda qildigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan. Cho'lda u tengirqab qolgan, do'stlari uni biri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay oxir halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqinki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. Namoz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilsizlar. Allah osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Allah bir shayga vujudga kel desa, darhol vujudga keladigan kundagi, yana qiyomat kundagi azobdan qo'rqinglar. Allah'ның so'zi haqdir. Sur chilinadigan kundagi, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yushirin va oshkora narsalarni bilguchidir. Allah hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarining ahvolidan xabardordir. O'z vaqtida Ibrohim o'z otasi Azarga
sen o'zingni yaratgan Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olamsan? Men seni va qavmingni haqiqatan aniq gumrohlikda ko'raman dedi. İbrahimning tavhid barasida qat'iy ishonguvchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmning gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. İbrahim kechining qorong'uligi bosganda bir yulduzni ko'rib, qavmning so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening Parvardigorimdir dedi. Yulduz pitib ketibdi, men pitib ketguchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. U ayning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir dedi. Ay pitib ketibdi, agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ldikanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir, bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydan cho'ngdir dedi. Quyosh pitib ketibdi, u aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar shirik keltirgan ma'budlardan ada judaman. Men haqiqatan batil dillardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar. Men sizlarning Allohga shirik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimningla xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan, ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar. Allohning sheriki bo'lish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmayvatsanglar, sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchun, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikqa tegishlik? Azobdan amin bo'lish iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. O'z qavmiga radiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir. Biz İbrahimga Ishoqni, Yaqubni ata qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmoil, İlyasa, Yunus va Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamondagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota-bobolaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allohning to'g'ri yo'li ana shudir. Alloh bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik.
Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, ularni inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Allah hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ular, ya'ni Yahudiylar o'z vaqtida Allah hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi. Ya'ni vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa ilib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? U kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirsizlar. Ey Yahudiylar, sizlarga o'zinglar va ota-buvanglar bilmagan narsalar bildirildi. Bu Qur'onni Allah nozil qildi. Ondan ularni tarik etkinki, ular batıllarida, ya'ni qalaymaqan so'zlarda o'ynab yursin. Bu Qur'on Makka aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirish uchun biz nozil qilgan. Uningdan ilgari nozil qilinmagan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguvchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarni o'z vaqtida to'liq ado qiladi. Allah'a yolg'on chaplagan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turuqliq menga vahiy qilindi degan yoki Allah nozil qilgandek menmu kitob nozil qila olmayman degan kishilardinmi zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar, sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, sherik keltirganliginglar, bola nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'uchi azob bilan jazolansizlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qanday xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishlik bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchilarni sizlar bilan billa ko'rmaymizgu. Ular bilan sizlarning oranglaridagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. Dallarni va urug'chilarni biq urg'uzg'uchi haqiqatan Allohdir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uchi ana shu Allohdir. Allohning ibodatidan qandaqmi bosh tortsizlar? Allah subhini qorong'udan yerib chiqarg'uchidir, ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, ya'ni kechilik yo'l yurguninglarda yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni otanglarning pushtida
ananglarning bechidanida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutdan yağmur suyini tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. O'simliklardan yeshil yaproqlarni chiqardi. Bug'doy va arpa bashaqlarga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtirdi. Xurma daraxining chechaklaridan yerga yaqin tangilab turadigan xurma sapoqlarini yetishtirdi. Yağmur suyi bilan üzümlük bog'larni yetishtirdi. Yağmur suyi bilan shaklida, hajmda, ta'mda bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Jinlarni Allah yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga shirik qilib olishdi. Allohga jaholatdan o'g'il qizlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah mushriklar iftira qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allahning xotini yo'q tursa, qandaqmi bo'lsa bo'lsin, hamma narsani Allah yaratgan, hamma narsani Allah obdan bilguchidir. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Allah'dan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. U hamma narsani yaratquchidir. Uningga ibodat qilinglar. U har narsaga homiydir. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Allah ko'zlarni ko'rib turadi. Allah bandalariga mehribondir. Hammadan xabardordir. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlarga parvardigoringlar tarafidan hidoyatni azg'unlikdan ayirib ko'rsatadigan dalillar keldi. Kimki haqni ko'rib iymon etsa, o'ziga foyda. Kimki uningdan ko'z yumsa, ya'ni bosh tortsa, o'ziga ziyon. Men sizlarga amalinglarni kuzatib turadigan kuzatchi emasman. Faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarman. Ular, ya'ni mushriklar, ey Muhammad, sen Qur'onni boshqalardan o'rganding, deydi deb haqni biladigan qavmga bayon qilamiz deb oyatlarni mushundoq shakllarda bayon qildik. Ey Muhammad, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmag'in. Agar Allah ularning hidoyat tepishini xohlasa, ular sherik keltirmaydi. Seni ularga kuzatchi qilganimiz yo'q. Sen ularga hamimu emassan. Mushriklarning Xudoni qo'yib ibodat qilgan butlarni tillamanglar. Unda qilsanglar, ular bilmaganliklaridan haddidan ishib Allohni tillaydi. Shuningdek, biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi. Yomonni jazolaydi. Agar ularga biror mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishonganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishidi. Ey Muhammad, mo'jizlar mening emas, Allohning dargohidagi ish, degin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizlar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etamiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek yana ishonmaydi. Ularni gumrohliklarida tangirqab yurishga qo'yib etamiz.